Assalomu alaykum. YouTubedan bizni kuzatib turayotgan tinglovchilar. Men Gamba Nigora 10 yildan ortiq tajribaga ega sertifikatlangan xalqaro bosh buxgalter, sertifikatlangan xalqaro moliyaviy menejer, xalqaro toifaga ega sertifikatlangan buxgalter. Sizga bugun darsligimizda investitsion loyihalarni qaror qabul qilishda bepul darsligimizni taqdim etamiz. Darslikni oxirigacha ko'ring va o'z fikringizni izohlarda qoldirib keting. Bugun sizlar bilan kiritilgan investitsiyalarning qoplanish davrini o'rganamiz. Bu eng oddiy usullardan biri bu hisoblanadi. Ya'ni bizda misolimizda boshlang'ich investitsiya 100 ming dollarni tashkil qiladi. Ko'rib turganimizdek, bizda grafik mavjud. Ya'ni keladigan pul mablag'lari har yili bir xil. Ya'ni birinchi misolimizda ko'rib turibsiz, har yili bir xil, ya'ni 50 ming dollardan 4 yil davomida jami 200 ming dollar kirib keladi. Endi buni yana ham aniqroq hisob-kitob qilish uchun, ya'ni bizning kiritgan sarmoyamiz necha yilda qaytib kelishini bilishimiz uchun birinchi usulda qanaqa bo'ladi? Ya'ni kiritgan investitsiyamiz 100 ming dollarni bo'lib pul mablag'imiz har yili bir xil bo'lgani uchun 50 ming dollar bo'lgan. Natijada bizani kiritayotgan sarmoyamiz 2 yilda qaytib kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu birinchi misolda. Ikkinchi misolda, agarda bizani kiritgan sarmoyamiz 100 ming dollar tashkil qilsa-yu, lekin keladigan pul mablag'lari har yili har xil bo'lsa degan savolda bo'lsa, quyidagi holatlar mavjud. Ya'ni siz 100 ming dollar sarmoya kiritdingiz va grafik bo'yicha jami ko'rib turganingizdek 200 ming dollar 4 yil davomida keladi, lekin har yili har xil. Demak, birinchi yili ko'rib turganingizdek 10 ming dollar kirib keldi. Va natijada yilda oxirida ko'rib turganingizdek 100 ming ayiramiz 10 ming dollar va natijada 90 ming dollar ostatkamizga qoladi kiritgan investitsiyamizdan. Ikkinchi yili ko'rib turibsiz 40 ming dollar kirib keldi bizga pul mablag'lari. Demak, ko'rishimiz mumkinki, birinchi yil oxirida 90 ming dollar edi va 40 mingni ayirsak, demak ikkinchi yilda 50 ming dollarlik sarmoyamizni qoldig'i qoladi. Va 3-yili ko'rib turganingizdek 50 ming dollar bizga pul mablag'lari kirib keldi va natijada bizani sarmoyamiz 3-yilda qoplandi, ya'ni 0 ga teng bo'ldi. Uchinchi misolimizda ham agar 100 ming dollar mablag' kiritdingiz, keladigan pul mablag'lari har yili har xil, lekin summasiga keladigan bo'lsak, qaysidir davrga kelib summasi boshqacharoq bo'lishi mumkin. Bu holatda siz yana ham yilini, oyini va kunlarini aniq bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu usuldan foydalansangiz ham bo'ladi. Ya'ni bizani kiritgan investitsiyamiz 100 ming dollar edi. Birinchi yilda 20 ming kirib keldi va natijada qoldig'imiz 80 ming dollarni tashkil qildi. Ikkinchi yili 35 ming dollar kirdi. Ya'ni 80 mingdan 35 mingni ayiradigan bo'lsak, ikkinchi yilda qoldig'imiz 45 ming dollar qoldi. Ya'ni kiritgan sarmoyamizni qoldig'i. Va natijada 3-yil ko'ryapmizki, bizda pul mablag'imiz 55 ming dollar. Lekin buni ichida bizani kiritgan sarmoyamiz ham foydamiz ham o'tiribdi. Lekin yana ham aniqroq topishimiz uchun, ya'ni o'sha 3-yilni necha oy, necha kunda topishini bilishimiz uchun quyidagicha hisoblaymiz. Ya'ni 45 ming dollarni 55 ming bo'lib olamiz va natijada chiqqan javobni ko'rdingiz. Endi bu javobdan biza 8 oymi, 8 oy 10 kunmiligini taxminan bilishimiz mumkin, lekin yana ham aniqroq bilishimiz uchun chiqqan javobni 12 oyga ko'paytiramiz. Va ko'rib turganingizdek 9 oyligini ko'ryapmiz. 9 oyligini ko'ryapmiz, lekin necha kunda qaytib kelishini aniq bilmayapmiz. Buning uchun nima qilamiz? Yana shunaqa holatda chiqqan javobni o'rtacha 30 kunga ko'paytiramiz va 30 kunga ko'paytirayotganda bilamizki 22 kun. Demak, 3-holatda bizani kiritgan sarmoyamiz jami 2 yil 9 oy va 22 kunda qoplanyapti va bizga qaytib kelyapti. Shu holatlarni ko'rishimiz mumkin. Agar sizga moliya bo'yicha xizmatlar yoki maslahatlar kerak bo'lsa, video pastdagi havola orqali bizga murojaat qiling.